Ba'zan hayotimizda shunday insonlarni uchratamizki, ularning harakati, qobiliyati va shijoati o'zgalarga o'rnak bo'ladi. Ular orqali biz o'zimizga yanada kuch va shijoat topa olamiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Aynan bugungi ko'rsatuvimizda o'zining harakati va shijoati, qobiliyati orqali boshqalarga o'rnak bo'lib kelayotgan insonlardan biri haqida so'z yuritamiz. Aynan bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni hunarmand hamda deputat va eng muhimi ko'plab xotin-qizlarni bandligini ta'minlashda yordam ko'rsatib kelayotgan ayollardan biri. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring va bunga o'zingiz yaqindan guvoh bo'lasiz. Inson qadri har birimiz uchun muhimdir. Bugungi kunda biz imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramay, lekin bu to'siqlarni yengib o'tayotgan Barno Narzulayeva haqida so'z yuritamiz. G'alarol tumani G'obdin mahallasida joylashgan Xo'jakobod qishlog'ida tavallud topgan qahramonimiz yuksak qobiliyat egasi hamda intiluvchan va harakatchan, hunarmand bo'lish bilan birga, ayni paytda o'z jamiyatida o'z o'rnini egallagan deputat sifatida ham faoliyat yurityapti. Barno o'zining kuchi, iroda va qat'iyatligi bilan barcha to'siqlarga qaramay maqsadlariga erishish uchun kurashib kelmoqda. Mana deputatlik faoliyatimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, deputat bo'lishimga turtki bo'lgan narsa asosiysi bu prezidentimiz, muhtaram prezidentimizning bizga nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy O'zbekistonning ijtimoiy davlat deb e'lon qilinganligi, yangi konstitutsiyada belgilanganligi va nogironligi bo'lgan shaxslarni ham turli jamiyatdagi sohalarda faolligini oshirish maqsadida davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblandi va biz ham ushbu berilgan imkoniyatga biz labbay deyishimiz kerak deb o'yladim. O'zim har doim jamiyat ichidaman, sababi har doim tadbirlarda yuraman. Ko'pchilik xotin-qizlarning muammosini hunarmand sifatida ham ko'plab eshitganman. Ko'proq ular band bo'lish, qanaqa daromad olishi yoki qizidagi muammolar haqida maslahatlar olishganda avval ham. Va bu deputatlik faoliyatim o'sha narsaga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Menimcha har doim jamiyat ichida bo'lganligim, xalq bilan, qishlog'imizdagi aholi bilan ko'proq muloqot qilganligim va hozir shu deputatlik faoliyatimda yanada kirib boryapman ichiga, yanada tushunib boryapman qanday muammolar ularda bor, qanaqa takliflar bor. Deputatlik faoliyatimda ko'plab uchrashuvlar, xalq bilan uchrashuvlar qilganman. Asosan ularni qiynayotgan muammolar asosan yoshlarning bandligi, xotin-qizlarning bandligi eng asosiy deb o'ylayman o'zimning faoliyatim davomida o'rganishlarim va ularni yo'naltirish, tadbirkorlikka yoki boshqa sohalarga yo'naltirishda o'zimning malakamdan kelib chiqib, o'zimning tajribamdan kelib chiqib, ularga maslahatlar, kezi kelsa yo'riqlar, deputatlik nimamdan foydalangan holda ularga yordam berish, ko'mak berishga harakat qilib kelyapman. Qishloq aholilari ko'proq boyagi elektr ta'minoti, ko'proq suv, shu bilan bog'liq bo'lgan muammolar ham ko'plab uchrab turadi va ularni ham men deputat sifatida o'zimni saylov okrugimdagi kelib tushgan murojaatlardan kelib chiqib tegishli idoralarga, tegishli tashkilotlarga deputatlik so'rovlari yuborib, ijobiy natijalar olib kelyapmiz va bundan keyin ham harakat qilaman, har doim xalq bilan birga bo'lishga, ularni fikrini, takliflarini eshitib, davlatga yetkazish va muammolarni hal qilishga albatta harakat qilaman. Fikrimcha, deputat bu xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik deb bilamanda. Biz hozir shunday ko'prik vazifasini bajarish uchun harakatdamiz va men ham bundan keyin ham harakat qilaman xalq bilan birga bo'lishga, o'sha muammolarni, chunki o'zim ham xalqman. Men o'sha xalqning ichidan chiqqan, o'zim ham ba'zi avvalgi yillarda o'zimda ham muammolar bo'lgan. Tadbirkorlikka kirishda, kreditlar olishda muammolar bo'lgan. O'sha narsalarni o'zimda his qilgan holda harakat qilaman o'sha faoliyatim davomida hal qilishga, yordam berishga.
yosh deputat G'allarol tuman kengashidagi o'z o'rnini mustahkamlab, qishloq aholisining muammolarini hal etish yo'lida faol ishlamoqda. Barno Narzullayeva tayinlangan vaqtdan boshlab qishloq aholisining muammolarini hal etish uchun sayyor qabul tadbirlarida ishtirok etib, odamlarning muammolarini tinglab kelyapti. Jumladan qishloqdagi elektr simlaridagi nosozliklar va boshqa xizmat ko'rsatishdagi kamchiliklar deputatning diqqat markazida. U o'z imkoniyatlari doirasida bu muammolarni tezkor hal qilishga harakat qilmoqda. Gumsoy, G'obdin, Chaqabuloq qishlog'ida sayyor qabul bo'lib o'tyapti. Bu sayyor qabulda asosiy bizlarning, ya'ni qishlog'imizning asosiy muammolaridan hal qiluvchi deputatimiz, o'zimizning qizimiz, o'zimizning qishlog'imizda o'sgan, hamma qishloqning xalqini tushunadigan, biladigan, sharoitlarini ko'rib turgan, o'zi ham birgalikda yashayotgan Barno qizimiz fuqarolar yig'inidan deputatlikka saylangan. Biz albatta bu Barno qizimizni saylashdan oldin bu qizning hayotiy faoliyatini juda ham yaxshi bilamiz. U qanaqangi oilada o'sgan, u nima ishlar bilan shug'ullangan, nima ishlar qila oladi. Bu qizimiz juda ham bir tartibli, intizomli, shunaqangi bir harakatchan, tirishqoq qizki, biz albatta shuni ishonch hosil qilib, mana shu qishlog'imizdan, ya'ni qishloq fuqarolar yig'inidan deputatlikka nomzod qilib ko'rsatdik. Albatta bu qizimiz bizlarning mana shu ishonchimizni o'zining deputatlik faoliyatida ishonchimizni oqlaydi degan biz umiddamiz. Lekin haqiqatdan mana bu qizimiz deputatligini boshlagandan mana qishlog'imizdagi ayrim muammolarni hal qilishga harakat qilyapti. Masalan, qishlog'imizda bizlarda svet masalasi, mana yoritish masalasi, istalba, transformator, undan keyin kabellari bilan hozir birinchi ishni boshladi bu, Xudo xolasa. Bu ishni oxirigacha yetkazadi. Mana G'obdinimizda, qishlog'imizda suv masalasi juda ham og'ir masala. Suv masalasini ham hal qilishga mana yana va'dani beryapti, qishlog'imizga yana kelyapti. Chaqabuloq qishlog'imizda ham xuddi shu masalalar, hammamizda bir xil masala. 3 qishlog'imiz bitta. Mana shu qishlog'imizning asosiy, eng qiyin muammolarini yechishda mana shu qizimizga biz ishonamiz. Qizimizga Xudo kuch-quvvat bersin. Mana shu xalqning muammosini hal qilishda hamma vaqtda shu qizimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, hamma vaqtda elning xizmatida bo'lsin. Mana bu qizimizga biz albatta shunday ishlarni bajaradi, xalqning muammosini yecha oladi deb ishonch bildiramiz. Barno Narzullayeva ham mana shu eng faol deputatlarimizdan biri hisoblanadi. Faoliyati davomida xalq bilan uchrashishda, ularning muammolarini, takliflarini eshitishda yoki yangi mana shu o'zi saylangan saylov okrugidagi masalalarni ko'tarib chiqishda eng faol deputatlarimizdan biri hisoblanadi. Ko'tarib chiqqan muammolardan iborat 4 ta deputatlik so'rovi yuborildi tegishli tashkilotga va aksariyat qismi ijobiy yechim topdi va yaqinda mana shu G'obdin qishloq fuqarolar yig'inidagi Gumsoy qishlog'i aholisi bilan bo'lgan uchrashuvda mana shu hududda aholini sifatli elektr ta'minoti bilan ta'minlashdagi yuzaga kelayotgan muammolarni ko'tarib chiqdi va deputatlik so'rovi bilan qatnashdi. Deputatlik so'rovi chiqardi. Mana shu deputatlik so'rovini inobatga olib, tuman hokimligi huzuridagi ijtimoiy barqarorlik infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasidan mana shu qishloq aholisiga 800 metrlik elektr tarmog'i liniyasi va alohida bitta transformator punkti o'rnatib beriladigan bo'ldi va bugun mana shu qishloq aholisi bilan o'tgan uchrashuvda mana shu aholi vakillari, oqsoqollari uni katta xursandchilik bilan qabul qildi. Deputat sifatida Barno Narzullayevaning faoliyatini hamisha qo'llab-quvvatlashga biz tayyormiz va keyingi ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Barno shuningdek o'z xonadonida hunarmandchilik faoliyatini ham olib boradi. U laganlarga bezak berish san'ati bilan shug'ullanib, xotin-qizlarga ushbu hunarmandchilik sirlarini o'rgatib kelmoqda. U yosh avlodga o'z bilim va tajribasi orqali ilhom berib, ularni har qanday qiyinchilikni yengishga undaydi. Bu harakatlar qishloq qizlarining hunar bilan shug'ullanishiga, o'z iqtisodiyotini yanada rivojlantirishiga ta'sir ko'rsatyapti.
Ushbu hunarmandchilik buyumi Biserda bezaklar bezash san'ati deb atalar ekan. Albatta buni yasashni, umuman bu hunarmandchilik buyumini yaratishni o'ziga yarasha mashaqqati bor. Albatta bunda sabr, toqat kerak bo'ladi. Bizning qahramonimiz esa mana shunday o'zini shijoati, qobiliyati orqali hunarmandchilik buyumlarini yaratib kelmoqda. Albatta ushbu buyumlarni esa bugungi kunda ko'plab shogirdlariga ham o'rgatib kelyapti. Bu hunarmandchilik faoliyatiga kirib kelganimga 2017-yildan boshlab rasman faoliyat boshlaganman. Ya'ni Yakkatabdagi tadbirkor sifatida Hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lib, faoliyatimni boshlab, o'sha yillardan muhtaram prezidentimiz tomonidan imtiyozli kreditlar ajratish haqidagi farmonlaridan keyin men ham imtiyozli kredit olib ilk faoliyatimni boshlaganman va shu orqali menga hunarmandchiligim rivojlanib, mahsulotlar ko'paytirib faoliyatni boshlaganman. Menga asosiy bu hunarmandchilikni boshlashimga turtki bo'lgan narsa qishloq joylarda avvalgi yillarda ta'lim olish qiyin bo'lgan va men uyda qolib ketmaslik harakatida bo'lganman. O'qishga imkoniyatim bo'lmagan, oliy ta'limga topshirish imkoniyatim bo'lmagan va men hunarni egallashni maqsad qilganman va uyda televizor orqali ko'rib, hunarmandlarning ishlarini kuzatib, o'zim mustaqil rassomchilikka qiziqqanligim sababli ushbu hunarni o'zim kashf qilganman. Ko'rib turganingizdek, sopollaganlarga biser mo'yinchoqda bezakli buyumlar tayyorlash yo'nalishini o'zim kashf qilib, shu orqali jamiyatga qo'shilish harakatida bo'lganman va ko'rgazmalarga chiqib, namoyish qilib, xalqqa ko'rsatishni boshlaganman. Birinchi jarayonda avvalambor eskiz holatini o'zim xayolda chizib olganman. Eskiz qanaqa bo'ladi, o'sha mo'yinchoqlar orqali rasm tasvirlaganman xayolimda va uni bo'zga chizganman. Bo'z matoga chizib, tabiat rasmi bo'lgan birinchi ilk ishim, kartina, ramkali ish bo'lgan va uni har bir rangini men bo'yoqlarda emas, biserda tasvirlab boshlaganman va jarayon oxiriga yetguncha o'zim qiziqqanman, qanaqa ish bo'ladi. Bu chunki hali yangi ilk ish bo'lgan va tugash jarayonida uni tayyor holati boshqacha-yu, kartina holatiga qo'ygandan keyin u umuman boshqacha ko'rinish bergan va eng birinchi bahoni oila a'zolarim bergan, ular qo'llab-quvvatlagan, juda ham yaxshi ish, yaxshi bo'pti degandan keyin o'sha motivatsiya bilan ishlarni ko'paytirishni boshlaganman. Asosan milliyligimiz, milliy hunarmandchilikdagi yo'nalishlar, an'ana ramzlarini o'rganib, o'sha orqali ishlarimni ko'paytirganman. Va keyinchalik men har doim faoliyatim davomida izlanishni, yangilikka qo'l urishni yaxshi ko'raman va avvalgi paytlarda ramkali ishlar qilgan bo'lsam, izlandim, yana nimagadir yangilik kiritishim kerak va men kulolchilik e'tiborimni tortdi. Kulol topib, Farg'onada ko'proq kulolchilik rivojlangan, u yerdan kulol ustoz topib, maslahat qilib, ulardan kulolchilik namunalaridan olib bezatishni boshladim va shu orqali hozirgi paytda sopollaganlarga ham biserda shunaqa bezakli buyumlar tayyorlashni yo'lga qo'yganman. Boshlagan yillarimga o'zi 10 yil bo'lgan bo'lsa, faoliyatimga juda ko'plab shogirdlar chiqardim. Maktab o'quvchilarini, qishlog'imizdagi maktab o'quvchilarini ko'plab ularni jalb qildim, ularga o'rgatdim. To'g'ri, ko'pchiligi boshqa sohalarni tanlab ketishdi, lekin o'sha vaqtlarda ularni bandligini ta'minladim, ularni qiziqtirdim va o'sha yillardan beri ko'plab 100 ga yaqin o'quvchi menimcha chiqardim deb o'ylayman va hozirgi paytda o'zimni yonimda 5 nafar o'sha shogirdlarim bilan tayyorlagan shogirdlarimni 5 nafar ishchi bor. Ular meni bilan birgalikda ishlarimni tayyorlashadi, buyurtmalarga yordam berishadi va ular ham o'zlariga nafaqat o'zlariga, balki oilasiga ham daromad olib kiryapti. Bu hunarni eng e'tiborli jihati uyda turib, oilada turib, bu hunardan daromad olishadi-da. Ishga bormaydi yoki qanaqadir fabrikaga bormaydi-da. Uyda uy ishlaridan ortgan holda tayyorlashadi va ham oilasida, oila bag'rida hunarmandchilik orqali oilasiga daromad olib kirishiga katta sabab bo'lyapti. Shogirdlarimdan albatta ko'nglim to'q. Sababi hammalari oilali xotin-qizlar asosan. Ularni ishlarni yaxshi o'rgatib oldim. Birinchi 2 oy tayyorladim.
ularni shogird sifatida qabul qildim, ularga o'rgatdim, o'qitdim va hozirgi paytda yonimda xuddi o'zim istagandek buyurtmalarga yordam berib kelishmoqda. Va ko'plab o'quvchilarni ham aytib o'tishim kerak. Ko'plab o'quvchilarni ushbu hunarga o'rgatgan jarayonlarimda ularni tanlovlarga olib chiqardim. Hunarmandchilik tanlovlari, tasviriy san'at tanlovlariga ular ham ishonchimni oqlab, viloyat bosqichida, respublika bosqichigacha laureat bo'lgan shogird o'quvchilarim bor. Barno Narzullayeva va uning shogirdlari hunarmandchilik san'ati orqali nafaqat o'zlari uchun, balki butun jamiyatga katta hissa qo'shib, yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ular o'zlarining ijodkorligi va mashaqqatli mehnati orqali har qanday maqsadga erishish mumkinligini ko'rsatyapti. Meni qatnashganimga hunarmandchilikka 2 yil bo'ldi. Ilk tikkan asarim anorni tikib bitirganim shu anor. Keyin qolganlariga o'tganman, minoralarga o'tganman. Undan tashqari ko'rib turganingizdek qush rasmlari, milliy o'zimizda milliy an'analarimizga asoslangan choynak piyola ko'rib turganingizdek. Kechko't qishlog'ida 16 yildan beri yashayman. 2 nafar farzandim bor, oilaliman. Farzandim, qizim ham qatnaydi men bilan birga. Chunki o'zim xohlayman, har bir qiz o'sib kelayotgan yosh avlod hunar bilan shug'ullanishi kerak deb o'ylayman. Chunki o'zini band qilgan inson o'zini ustida ko'proq izlanishga harakat qiladi. O'zini qadrini bilgan inson nimadir bilan shug'ullanishi kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha hunar orqasidan ham mo'maygina daromad sohibiga aylanib qoladi. Shogirdlarga nisbatan muomalasi juda ham yaxshi. Eng yoqadigan tarafi tushunmaydigan narsalaringizni tushuntirib, boshqatdan bu joy bunday bo'ladi, bu joy unday bo'ladi deb to'g'ri tushuntiradi. Bu hunarga kirib kelganingizdan keyin chiqishingiz qiyin bu hunardan. O'sha taraflari bilan ham qiziqib, kamchilik bo'lsa ustozingizdan so'rab, o'rganib, bora-bora kamchiliklarni bartaraf etasiz. Ustozim Barno Narzullayeva mana shu darajaga yetishimga sababchi insonlardan biri deb o'ylayman. Nafaqat hunarmand, jasorat medali sohibi. Hozirgi kunda Barno ko'plab shogirdlar tayyorlab kelmoqda. Ulardan ba'zilari hatto maktab o'quvchilari hamdir. Zilola, hozir mana nima tikyapsiz? Hozir anar tikyapman. Qiyin emasmikan ishlari? Yo'q, oson. Mana shu tikish jarayonida nimalarga e'tibor qaratish kerak ekan? Nimalarni o'rgandingiz? Birinchi tikkan narsangiz nima bo'lgan? Birinchi tikkan narsam gul bo'lgan. Qiyin emasmikan ishlari? Boshida qiyin bo'ladi. Keyin osonlashib ketaveradi. Hozirda mana necha yoshga kirdingiz? 11 ga. 11 ga. Mana shu 11 yoshda qiyin emasmikan ushbu hunarmandchilik buyumlarini tikish? Albatta buning ham sabr kerak, to'g'rimi? Nimalar talab qilinar ekan? Endi mana ustozlaringiz ko'proq sizga nimalarni o'rgatyapti? To'g'ri tikishni, biserni to'g'ri tanlash. Iloji boricha sabr bilan qiziqish bo'lish kerak. Men ham Barno opamga o'xshab hunarmand bo'lmoqchiman. Mana shu vaqt davomida endi daromad ham topdingizmi? Ha, topdim. Qanchagacha sir bo'lmasa? 4 milliongacha topdim. Mana 11 yoshda 4 milliongacha daromad topish bu endi katta yutuq degani. Ha. Qahramonimizning ushbu hunarmandchilik faoliyati nafaqat viloyatimiz aholisi, balki respublikamiz, chet davlat fuqarolari e'tiboriga ham tushgan. Bir qarashda oson tuyulgan bu hunarmandchilik buyumlari aslida juda katta mehnat va sabr-toqatni talab etadi. Shu bois ham ushbu san'at asarlari bugun qadrlanib, e'zozlanib kelinmoqda. Meni ishlarim asosan bu hunarmandchilik zamonaviy san'at turi hisoblangani uchun ko'pincha chet el xizmatlarini ham e'tiboriga tushgan. Ham sopol milliy bizning an'anamiz, ham biser yo'nalishi bo'lgani uchun chet eldan kelgan mehmonlar ham xarid qilib olib ketishadi. Bundan tashqari biz turli tashkilotlar buyurtma orqali menga buyurtma qilishadi va ular o'zlariga kelgan mehmonlar yoki qanaqadir tanlovlari, tadbirlari o'tkazilsa, ularga sovg'a tariqasida olish uchun tashkilotlardan buyurtma olaman. Va ko'rgazmalarda asosiy sotuvimiz, shogirdlar chiqishadi, ko'rgazmalarga o'zim ham chiqib turaman.
sotuvi shunaqa har xil bo'ladi, jarayonlar har xil. Do'konlarga keladigan bo'lsak, do'konlarni Toshkentdagi do'konlarga berganman mahsulotlarimni va boshqa Xorazm, Samarqand, Buxorolarga ham jo'natib turamiz mahsulotlarimizni. Donasi $500 bo'lgan ishlarim bor, chunki ishlanishi, razmeri bo'ladi. Ularni katta kichikligi o'sha hajmiga qarab narx baholanaveradi. Asosan bu hunarmandchilikda sabr. Bitta oq varaqni olganda bo'sh turadi, lekin uni tayyor holati san'atni ko'rganda tayyor san'atga keltirish darajasigacha ancha mehnat, ancha kunlar, ba'zi paytda tunlar ham bo'ladida, tunlar ham ijod qilish mumkin. O'sha jarayongacha yetib borish, oxirgi jarayonga yetib borishgacha sabrni so'rayman har doim. Chunki qiyin ko'radi. Birinchida bir dona mo'yinchoqni o'zi razmerini hamma tasavvur qila oladi, juda mayda. Uni katta bir ijodiy asar qilishni tasavvur qilsa, tasavvur qilib o'zi qo'rqadi. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir degan gap bor. Ko'zda qo'rqishadi-da, lekin uni jarayonda shunaqa zavqi bilan boshlab oxiriga yetkazsa, bu qanaqa chiroyli san'at bo'lishini va uning qanaqa mevasini berishini ularga tushuntiraman har doim va mana shunday shogirdlarni hozir yonimda ushlab qolganman. Qahramonimiz hayotidagi muvaffaqiyat bu inson qadri va e'tiborning kuchli namunasidir. Barno o'z mehnati va sabr toqati orqali ko'plab insonlarga ilhom beradi. Eng asosiysi mashaqqatli mehnat va ijodkorligi orqali har qanday maqsadga erishish mumkinligini ko'rsatadi. Meni shijoatimga asosan onam deb o'ylayman. Sababi onam bizga mehr bergan yoshlikdan. Jamiyatda ko'plab uchrashishi mumkin, nogiron bo'lib tug'ilgan bolalarni ota-ona tashlab ketish ehtimollari bor. Jamiyatda ko'plab uchrab turadi. Bizning oilamizda esa mana shunday nuqsonli bo'lib tug'ilganimizga qaramay bizga mehr bergan, o'sib ulg'aytirgan, qaragan, mehr bergan, har doim bizga to'g'ri munosabatda bo'lgan. Asosiysi o'shaning uchun ham men onamdan har doim yoshligimdan ulg'ayib kelgunimcha onam mehnatini, uni mehrini ko'rib kuch olganman. Men ota-onamga munosib bo'lishim kerak. Men shunchalik bizga mehr beryapti-ku, biz shunchalik qolib ketmasligimiz kerak. Menda ham nimadir bo'lishi kerakki, ular men bilan faxrlanishi kerak degan his-tuyg'ular o'tganda, ayniqsa qiz bolada o'smirlik davrida ko'proq shunaqa kechinmalar bo'ladi. Menda shunaqa kechinmalar o'tgan va o'zimga maqsad qo'yganman. Eng avvalo ota-onamga rahmat olib keladigan. Men shu holatimni hamma boshqacha qabul qilishini istab maqsad qo'yganman ichimga va shu kuch bilan hunar egalladim, izlanishda davom etdim. Hech qachon to'xtamaganman. Har doim nimadir yangilik hayotimda qilishga harakat qilganman. Bu hunarim bilan cheklanib qolmasdan mana deputat bo'ldim. Hozir deputatlik faoliyati olib boryapman. Oliy ta'lim muassasasini bitirdim. Va endi bundan keyin ham davlatimizga ko'proq hissam qo'shadigan kasb egasi bo'lishga harakat qilaman. Albatta bugun sizni ishingiz juda ham tig'iz. Mana deputatsiz, xalq hunarmand, shogirdlaringiz bor, ularga o'rgatishingiz kerak, yangi bir kashfiyotlar qilishingiz kerak. Albatta, lekin ba'zida insonda bo'sh vaqt bo'ladi baribir ham. Shu mana bo'sh vaqtlaringizda ko'proq nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtlarimda ko'proq yaqinlarim bilan vaqt o'tkazaman va men har doim zerikib qolaman. Bir nimadir bilan shug'ullanib turmasam, mutolaa bilan shug'ullanaman. Ko'proq she'riyat, avvaldan yoshligimdan she'riyatga qiziqqanman. She'riy kitoblar, she'riy to'plamlar, shoiralarning kitoblarini o'qishga, shunaqa o'zimni mutolaaga bag'ishlayman bo'sh vaqtlarim va maqolalar yozaman. Masalan, gazetalardan yoki u joylardan men haqimda ma'lumotlar so'rashsa, o'zim chiroyli qilib yozaman-da. Yozib, ularga o'zim yuborganimda har doim ular aytishgan, tahrirlash ham shart emas, siz yozishingizni. Xuddi jurnalistdek yozibsiz deyshadi-da. Bu albatta bu menga kuch beradi. Bu qiziqaman o'zim mana shunaqa yo'nalishlarga.
va bu yo'nalishda ham balki qachonlardir balki maqola yozishim mumkin, shug'ullanishim mumkinda, chunki bu yoshligimdan bo'lgan hobbiyim, qiziqishim. Ba'zi paytlarda menda ham to'sqinliklar bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda, ba'zi bir ishlarda yo'l topa olmay qolishim yoki to'sqinlik bo'lishi mumkin. O'sha paytda men vaqt o'z so'zini aytadi deb sabr bilan kutaman va o'sha yo'lni izlayman. Baribir o'sha inson sabr qilsa, o'sha narsaga erishishga harakat qilib sabr qilsa, o'sha narsalarni albatta natijasini ko'radi va menga onam ko'proq dalda bo'lgan. Har doim meni onam do'stim bo'lgan. Mana shu ko'rasan yaxshi bo'ladi. Har doim shunaqa yaxshi motivatsiya bergan va meni kutishga chorlagan. Har doim sabrga, kutishga chorlab, har doim dalda bo'lgan. O'sha narsa menga dalda bo'ladi va kuch bo'ladi. Onamni ko'p gaplari, meni hayotiy ustozim ham onam. Har tomonlama. Menimcha ko'pchilikda hayotiy ustozi onasi bo'lsa kerak va meni ham hayotiy ustozim onam. Har doim hayotiy qanaqadir ishlar bo'lsa, nafaqat ishlar, balki hunarmandchiligimda ham ba'zi paytlarda g'oyalar beradi onam. Menga ko'proq oilamni mehri, onamni mehri kuch beradi. Har qanday holatda ularni orzulari menga kuch beradi. Men ularni orzularidan qarab ko'proq maqsadlar uyg'onadi menda. Demak, men yanada yaxshi bo'lishim kerak, yanada yaxshiroq harakat qilishim kerak degan nazarni ko'raman-da onamdan, e'tiborni ko'raman har doim. Ular aytmaydi, "Barnoz, sen shunaqa bo'lishni xohlayman, bunaqa qilgin" demaydi, lekin ularni har bir so'zlaridan, ularning e'tiboridan men shuni his qilaman. Demak, men yanada yaxshi bo'lishim kerak, to'xtamasligim kerak. Doim meni to'xtamaganligim, mening mana shunday jamiyatda e'tiborida bo'lganligim oilamga ham katta kuch, ularga ham katta bir energiya berishini his qilaman. Uning faolligi va kuchli irodasi kelajakda muvaffaqiyatli o'zgarishlarga olib kelishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. E'tiborlisi, u barcha qiyinchiliklarga qaramay hayot uchun kurashishni davom ettiradi va boshqalarga namuna bo'ladi. Muhtaram prezidentimizning e'tiroflariga sazovor bo'lib, 2020-yilda Jasorat medali bilan taqdirlandim. Albatta bu yuksak davlat mukofoti hisoblanadi va bu mukofotdan keyin menda yanada katta maqsadlar uyg'ondi. Ko'proq ijodimda yangi yo'nalishlarga qo'l urdim va menda avvalgi yillarda oliy ta'lim muassasasida o'qish imkoniyati bo'lmagan va men 2021-yilda Toshkentdagi Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutiga hujjatlarimni topshirdim va imtiyozli davlat grant asosida o'qishga qabul qilindim va 2025-yilda oliy ta'lim muassasasini tamomladim va bundan keyin ham nafaqat tadbirkorlik, balki davlat tashkilotlarida ham ishlashni maqsad qilganman. Muhtaram prezidentimizni bizga bergan ishonchlarini oqlash uchun biz ham xizmat qilishimiz kerak. Chunki inklyuziv jamiyatni birgalikda quramiz degan katta shior bilan atrofda nogironligi bo'lgan shaxslarga juda ham katta e'tiborlar berilyapti har bir sohada va biz ham ushbu imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz kerak. Biz ham jamiyatga foydamiz tegishi kerak. O'qiyapmizmi, o'sha olgan bilimlarimizni xalq xizmatida uni albatta yo'lga qo'yishimiz kerak deb o'ylayman. Ko'rsatuvimiz qahramoni Barno Narzullayevaning deputatlik faoliyati, hunarmandchilik ishlari bilan yaqindan tanishdik va bunga o'zimiz guvoh bo'ldik. Eng asosiysi ularning bu ishlari orqali bizning hurmatimiz, havasimiz yanada oshdi. Albatta ularning maqsadlari va orzulari juda ham ko'p. Ularning hayotdagi shiori esa har qanday qiyinchiliklarga qaramasdan maqsadlari sari olg'a intilib yashash. Albatta biz qahramonimizning keyingi faoliyatiga zafarlar tilab qolamiz va ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.